Assalomu alaykum TikTok. Stop. Bitta ko'rib qo'yasizlar pichoqlarimizni. Yangilik narsa bu. Umuman hali ko'rmagansizlar bularni. Buni ruchkalari ikki xil rangda. Bitta narsa ikki xil rang. Ko'rishingiz mumkin, qaranglar, tog'lanib turadi. Buni gulvantlarini yaltirashni qaranglar. Tilloga o'xshab turadi, lekin bronza tillo emas. Oldilari, orqalari drakon qilingan, lezvalari klapandan ishlangan. Mana bir dona mana xunirog'i bor. Buni ishqibozlari o'zi boshqacha bo'ladi. Bitta bo'riligi bor, bir dona. Bunisi jigar rang koreysga beryapti. Mana oq joyi suydan ishlangan. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli qilib 4 dona tayyorlab qo'yganmiz. Tezda yozishingiz mumkin. Mana bu ko'rsanglar, mana bu tomoni ko'k, bu tomoni qizil mana. Qalay, cho'tki pichoqlarimiz. Kimni qiziqtirsa bemalol murojaat qilishingiz mumkin mana. Bitta like bosib ketish esdan chiqmasin akalar. Shuncha mehnat bo'lyapti sizlarni xursand qilish uchun.